Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Kaderlik Fitret TV'nin görülmeleri. Bugünkü Kur'an Nuru'da Erkin Söhbetler programımızda yine Abdülkerim Zahir Efendim bilen, Ustaz bilen birlikte Kur'an, yeni şu Kur'an toğruluk söhbetler ipbarımız. Hani yaş geldiniz, abdan tuttunuz. London'dan havaları kandarak. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Yaxşı Allah'a şükür. Bugünkü Erkin Söhbetler programımızın temisi Kur'an'ın manası, tercümesi doğrusu da buludu. Şonlaşık Ustaz'ın soraydıgan bir kançı sualımız var. Ustaz, şu İbrahim Suresi'ninki 4. ayetide ben tercümesini okay. Bende bir ayet bakken. Kandaklı bir peygamberini evetmeyle onu biz öz kavmige Allah'ın şeriatini bayan kılış için fakat öz kavminin tili bilen sözleydiğin kılıp evettik. Allah halıgan adamını gumrah kılıdı, halıgan adamını hidayet kılıdı. Yani peygamberlerin vazifesi fakat tebliğ kılış bulup hidayet kılışı Allah'ın ilkidir. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılıqçıdır. Depti. Bir yerde benim düşüngenim hem de bunun da her kanda bir peygamberini, Resulünü, elçini şu kavimnin üzünün tile bilen ivetken iken onun için biz Kur'an-ı Kerim'ni eğer biz üzümüzün Uygur tili de okusak bunun da bizden tekeme aklımızı işletip Allah'ın ki kalamlarını, sözlerini, ayetlerini tekim yaxşı düşünüşümüzge paydası var dep oyladım. Bunun başka bir seninki düşüngen başka düşüncelerin var mı yok? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nınki bu Kur'an-ı Kerim'deki her kavmge özününki tili bilen bir kitap öğretip peygamberliğine. Aşında kılışının sebebi ulağı düşündürüş için diyenin özümü aslında her kavmden, her milletten aşı milletke düşündürdiğin bir insanların buluşu öz tili bilen düşündürdiğin bir insanların buluşunu talep kılır deyen gepemdi. Ama her bir kavmge aşı kavminin tilde bir Kur'an kiliş diyen bir mana çıkmaydı. Yani bunda bu diyen ne mi dese hem de şu tercüm kılıngan ya ki aşılağı düşündürülgen hem de şu resmi Kur'an-ı Kerim'in umum mezmunu asasen düşündürülse o vaxtda yani Kur'an-ı Kerim özü düşündürülgen buldu. Bunu bundaq düşünsek buldu. Emelki Nurguya'da mana cihati tercüm kılındı Kur'an-ı Kerim. Mesela köpünçe tefsirlerde bir yerde bir ayetini tefsir kılgan bolsa o tefsirniki aşıniki şu ayetin bir mezmununu ifadeleydiganlığını ispatlaş için aş ayetini tefsir kıldıgan yeni bir ayetini ekilip mesela Ezail Bayan degендek bundaq tefsirli ba. Aşıldı bir ayetini yeni bir ayetini ekiliş arkalık ayetini mavu bayan kılıdı o, şerhleydi dep bir ayetini bir ayet bilen öz şerhleş usulü bilen yani bu en doğru usul hem de aşındaq özü düşündürdü. Kur'an-ı Kerim'ni tercüm kılıştı mı aşındaq tercüm kılsa o vaxt managa asasen tercüm kılsa boldu. Managa asasen tercüm kılgan vaxtda Kur'an-ı Kerim'nin içideki şu her sahadaki yani her meseldeki mananı yaxşı düşüngil oldu. Kur'an-ı Kerim'deki hazır bizdeki tercümesi menimce bir 4-5 başına mı? Muhammed Salih Damallam'ınki tercümesi var. Ya onundan burun Karakallar devrinde tercüme kılınıp diken. Başı yeni da devrimizdenmiş Muhammed Salih Damallam'ın var. Onun ki o Şincan Uygur Abdurrahmanlık İslam Dini Cemiyeti neşir kıldığı bu tercüme var. Onun ki Uygur Tercüme Merkezi bir kata imlası da nümbâken hep onu mekıl tercüme kılmadı ola. Onun ki o Dini İşler İdaresi Türkiye'nin ki ola besbegen bir tercümeli var. Bunun şu bir kata bir heyetle kürep çıktı lekin o tercümege nime kılgan işi yok hem de şu. Onu özgertken işi yok. Aşında. Hem de o 4. tercümem şu Ustaz şu demeninki Enes Hacıkımızınki tercümesi oldu. Başka yine Saudi'deki Muhammed Yusuf Barajım'ınki onun tercümesi çıkış aldı da yapını anladık. Şu anda. Bu yerdeki
bizde kılınayotgan tercüme söz tercümeyle çıkarak oladı hazırca. Mana cihetli tercüme asasen yok, men kögen tercümenin içinde onda tercüme yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki şu 2. sure'deki nemizde Xatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala absarihim degan oyatning o'zini tercüm qilganda o'z betil tercüm qilib qilmasda Alloh taolo ularning qalbini pechatlab etgan va degandek ayndaq o'zi tercüm qilib. Ammo uni boshqa oyatlarda Qur'oni Karimda yani o'z aynan boshqa oyatning o'zi qanday tercüm qildi desa, qanday ko'rsatdi desa, qulp silinib ketgandek. Qulp silinib ketgan emas. Buni nimaga apirdi desa, hum g'afilun deb apirdi uni o'zini. G'afil odamlar bu. Hech narsa mesela dünya tushib kelsa, uning hech qanday chatig'i yo'q. Vatanda zulm bo'lib, masalan, bir zulm bo'lib olsa, bir zulmga qarshi ifoda bildirgan bir narsa yo'q masalanchi. Ko'z ko'magandek, og'nis anglamagandek. Uni o'zi nima kalisa kirsa kirmagandek. Ko'z va ko'maydi. Ko'z bo'lsa-mu, xuddi ko'magandek yuridi-da bir ishning o'zini. Bir zulm bo'lyapti-da. O zulümni kömgəndək yürüdü. Kördü ama ameliyatda kömgəndək yürüdü. Anlaydı, anlamagandək yürüdü. His qıp durdu, his qılmagandək yürüdü. Bulan Allah Taala nima deydi desa, aşı Sure Baqara'niki 5-lik aşı ayatning o'zini ikkinchi yana bir oyatda nima qilgan vaqtida, aşı shariyligi vaqtida aşının o'zini aşındaq sharilaydi. Xuddi aşındaq deydi-da. Ularning aytgan nima deydi desa, ular kel an'am deydi oxirsida. Ular hayvonga o'xshash deb bo'lib, hayvon ularning oldida o'zi yaxshi ekanligini bizga tushuntirish uchun Alloh taolo balhum azal deydi. Hatto undan betar ular. Ash oyatlarning nimalarda, lekin boshqa oyatlarda yana deydi, va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard degan ash oyatlar bor-ku. Bu oyatning hammasi nima desa, dunyodagi ishlarni o'zining shaxsiy ishidan tortib milletning ishidan tortib dunyoning ishlarining hammasida inson davomli fikr yurgizib tafakkur qilishi lozimligi va u yerda to'g'risini tepib qilish lozimligi va jamiyatning oqisida qolmasligi har sohadagi odamni shunday o'z sohasidagi odamni to'g'ri yetaklab menish sohasidagi bir uqum hamda bu tafakkur deganni. Tafakkur degan odatda bu insonga berilgan eng cho'ng bir ne'mat, cho'ng bir boylik endi. Başka hayvanlar var. Zaten o bizden neçesi kuşluk şunda hayvanlar var o. Tefekkür kılmaganlığı için onu insan başkurdu. O insandaki fakat tefekkür kılalaygan, bir nersini bilalaygan eğer bilim dese, izdense şunu izini tapalaygan bir kuşuk boğallığı için, aşındak yaratkanlığı için Allah Teala şunu işlet deydi de. İyi değil mi? Mesela akıl doğruluk kep buldu. Akıllı mı bu? Belli bir cisim yaki şu, nima yaki isim altı kelmeydiken Kur'an-ı Kerim tularak ya da akıl yürügüzünla, akıl işitinla, tefekkür kılınla, şuna mı ya? Aşı doğruluk geldi ki. Bu adamın aklı hem de şundak bir güzel narsa ekan ki, men şu Kur'an-ı Kerim'de özemlik hazır yazıp atkan kitabım barısında aşı izlengandan keyin Qur'onni men burun nurg'un tafsirlarni o'qigan bo'lsam-mu, o'qib o'tib ketganda, izlangandan keyin u boshqacha bir narsani topib oldi ekan. Demak, bu tafakkur qilish, ashundaq bir ya'ni odam his qilmagan darajadagi narsani tepib oladigan darajada mundaq bir manfaat berilgan bir narsa degan gap tafakkur. Onun uchun Alloh taolo davomli musulmonlik deydi, aqlingni ishlatinglar, tafakkur qilinglar, oqibatini o'ylanglar. Yani bir işini qilgan vaqtida davomli inson foyda ziyonni o'ylash lozim. Ziyonni eng to'van darajaga tushirish, foydani eng yuqori darajaga ko'tarish, shu o'zi to'g'ri yo'l bilan. Buning o'zini Alloh taolo davomli bizga tavsiya qildi Qur'oni Karimda. Ta'kidlaydi. Bizcha desa, uningga qaramaymiz unchalik. Qaramaydigan bir ishni paloq bo'lib qilamiz, yoki uniki foydasi bir patman, uniki ziyinchi o'zi 5 patman bo'ldi-da. Bu o'zi to'g'ri bir narsa bo'lmaydi. Uning uchun har narsada tafakkur qilishning qanchalik zarur bo'lganligi uchun Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga va shavirhum fil amri deydi. Atrofingdagilarga bir ishda o'z maslahatni sol. Maslahat sol, o'rtaq aql bilan boshqalarning o'zguchi aqli bor, ular bilan kengash deydi. Uning uchun har davlatda bir maslahatchilar kengashi bo'ldi. Məsləhətçilər kengişi oldu. Prezidentning bir məsləhətçilik kengişi oldu məsələn. 5 adamni, 10 adamni o'ziga qanchalik kerak bo'lsa, shunchalik darajadagi odamlarni, har soha odamlarini nima qilib, bir ishda məsləhətlashidi. Yoki məsləhət toza qaynagandan keyin qaynagan narsadan bir narsa chiqadi o'tirdi. Chiqqandan keyin
bir netinchi chiqdi-da, o netinchini Alloh taolo nima deydi? Va shavirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal alalloh deydi. Ash oyatning oxirisida. Azamta deganda qaror qilsang degan gap-da shu. Qaror qilsang. Ham shu yerda bir maslahat bo'lgandan keyin maslahatning bir narsa qaror chiqdi, bir qarorchi. Keyin uni oxirida Alloh tavakkul qilib shu ishni qil degan gap endi. Uning uchun bu yerda maslahatlashib, aqlni ishlatib bir narsa tafakkur qilib, maslahat bilan bir ishni qilsa, bu ishning oqibati nima bo'ldi? U vaqtda yaxshi bo'ldi degan gap. Chunki har tarafdan odam deganda ko'p taraflama bir ishga fikr yurgizsa, u narsani masalan bir istakanni misol olsa ham istakanniki har tarafdan unda tonishtirilsa, istakan mukammal holatda tonishtirildi. Andaki uning oldigan foydami bizga? Bu mandaq narsa ekan deb jiq chunqur bir tushunchaga bo'lamiz-da. Ya'ni insonlarga to'g'ri bir narsani bera olamiz degan gap. Ham netinchi bera olamiz. Uning uchun bu yerda Qur'oni Karimniki Uyg'urcha tarjimasi hozir nuqta tushdi-ku. Uyg'urcha tarjimasining o'zidimi? Bu Uyg'urcha tarjimasining qilinishi ajoyib cho'ng ish bo'lib ketdi. Shu nima 86-yilda bo'lgan birinchi tarjimasi. 86 o'pdi keyin. Mehmet Salih Davollarniki. Biz shu nimada Kuchadagi vaqtimizda Kuchada o'quvchilik davrimizda men ko'rgan bir ko'ktaşlık emasmi? 86-yili Merkezi Milletler Neşriyat tarafidan 200 bin parça besip taqtildi. Şu vaqtda Memtikem deb bir adam esimde aniq qilishcha, şu adam o'zi shu mening shu Uyg'ur tarjimasiga deb ekegan. Aniq esimde bor. Bu Mehmet Salih Damollamning shu bizga eng cho'ng bizga o'zi qilgan qoldigan ish izlarining birisi, eng cho'ng o'z ish izlari nima bo'ldi desa, Qur'oni Karimni tafakkur qilib bo'ladigan. Qur'oni Karimdan izdangili bo'ladigan. Musulmonlarga Qur'oni Karimdan o'zi izdinish orqali bir yo'l ko'rsatishga bo'ladigan bir kitob ekanligini, tarjima qilishga bo'ladigan bir kitob ekanligini bizga namoyon qilib berdi. Bu ajoyib bir cho'ng bir echilish bu. Biz kichik vaqtimizda o'qishni yangi boshlangan zamonlarimizda Qur'oni Karimni tarjima qilsa bo'lmaydi. Tafsirsiz tarjima qilish bo'lmaydi degan mendaq bir ko'z qarashli bor edi. Buning o'zi ham biz jiq tafsir o'qidik, lekin tafsirning ichida bir tafsirniki yana bir tafsirga o'xshamagan jiqyalar bor-ku, uni tafsir tarjima qilib bo'lmaydi u vaqtida. Qaniki qilamiz? Anigini qilamizmi, manikini qilamizmi? Shu 4-oyatni masalan Enes Hacıkan biz her elçini öz kavmiga bayon qilish uchun öz qavmining tili bilan elchilikni yetkazdan qilib evatdik. Andin Allah xalqan kishini ozdurdi, xalqan kishini hidoyat qildi. Allah g'olib kelguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir debdi. Bu oyatning 5-ni qarasak Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayette Elif Lam Ra i Muhammed bu şunda kitap ki biz onu sana insanlarni Rabbinin ruhsati bilan qarang'uliqlardan yo'ruqliqqa, yani g'olib kelguchi ve meniklengücü zatının yolga çıkarışın üçün nazil kıldık debdi. Nazil oluştaki sebep. O zat asmanlardaki ve zimindeki neslenin ilgisi boğan Allah'tır. Kattık azap sebebiden kafirlağı vay. Ulan şunda kişiler ki dünya hayatının ahiret hayatının bek yaxşı gördü. Allah'ın yoludun tusudu ve o yolunu egri kılıç getirişti. Yani şula çonkur azgınlık işididir. Deb mektup. Şunu bir adam demek Allah'ınki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Arapça Kur'an'da nazil kılışı mı? Arapça dedi koyayım da üzünün tili dedi. Bu karanlığı zulmettin yoruklukka ve galip bir Allah'ın yoluna ekiliş için depti beni şu. Hatta o iken biz hem de zulmettin karanlık yorukluk çıkış için mesela Uygurlar bir karanlık hep kaldı değil şundan mı ya? Yoki men bir qarang'u yerda qilib qolgan bo'lsam, siz meni chaqirgan vaqt arabcha chaqirsizlar, men arabcha bilmasam, o chaqda men u zulmatdan qanday qilib yo'ruqlik chiqa olmayman dedi. Uning uchun shu diniy sohada, masalan, millatni qarang'ulikdan yo'ruqlikka chiqarish uchun diniy sohada millatga yetkidek darajadagi insonlarniki o'qib, dinni millatga to'g'ri yetkazish. Yani özünün tilida. Özünün tilida yetkize alayqadek derecede insanların yetilişi lazım deyin gap bu. Ondan ki mesela tefekkür to'g'ri gap qildik. Tefekkür adetde mesela biz Uyg'ur bo'lgandan keyin dastlab biz Uyg'urcha tefekkür qilamizda. Mesela Türkçe'de yaşavatımız, mesela Angliyada yaşavatlar, Gollandiyada yaşadılar şunda mı? Ha. Yani onun için yaşagan bo'lsa lekin yana ularning gapini anglaylar, kallalarda Uyg'urcha bir tefekkür
Uyghur tiliga aylandırıp bir derhal uçu. Uzun müddet yaşap ketkendan keyin o çağda ancha bek o arılıkni sezmeylemdi uçu. Beşida manda degan o'xshaydi deb tushib, Uyg'urchaga o'rib, manda o'zimiz kalimizni tafakkur qilamiz, aqlimiz ichida ishlatamiz. Şu aqlni ishitish jihatdan shu ana tilninki, ana tilda tarjima qilingan Qur'on bo'lsin yoki boshqa kitoblar bo'lsin, yoki o'zimiz yozsak shundan ya, sizlarga o'xshash boshqa ustozlarga o'xshash yozib, bizningki masalan qandaq desam o'sha gapni shu, naq shu o'sha gapni yetkazguldi damdi. %100% Qur'oni Karimning tarjimasi hamda o ma'nosi Türklerme onu meal deydim diyor. Tercüme demeydim diyor. Mesela diyor. Biz Uygurca tercümesi deydiğimiz o. Yani bu bizim kalımızda şu %100% Arapça tercüme Arapça okşaş deyip turulduğun bir işlemi bağım diyor. Ama da bir hatalık sadır olduğun hatta bazı da namazda mı Uygurca okusak yakınmazsa başka diyen geplerimiz çıkı demiş. Belki bu qarindoshlarimiz şu aqlini ishlasa, şu Qur'onning bir Uyg'ur terjimasidan nima qilib biz zulmatdan qutulsak degan bir nimasi bo'lishi mumkin emas. Shunlashqa ana til intayin muhim ekan. Yana kelib masalan ana til muhimmi yoki iymonni deb o'zlari mana selektirolgan ba'zi odamlar chiqib qoldi Facebookda ko'yda. Bizga iymon muhim, bizga ana tildan bakra. Endi iymonni shu arabcha yoki bo'lmasa arabcha o'rganish yoki boshqa bir narsa deb tushundiğim o'xshaydi. Bu halqi nima deymiz? Millat ayrim narsa. Din o'zi ayrim narsa bu. Bu yerdagi narsa ayrim deyishimizdan o din millatga butunlay qarama-qarshi kelgan bir narsa emas. Shunday. Qur'oni Karim arablarga tushgan vaqtda arablarniki madaniyatidan hech qanday bir narsani tili va kaza narsa kerakni hech qanday bir narsani to'sqan bir yer bo'lmadi. Faqat Qur'oni Karim yomon ish, yomon axloq ish qilib, shunday bir narsani to'sidi. Zulm, masalan, jaholat, shunday narsani to'sidi-ku. Ashuni qarshisidagi narsalarga targ'ib qiladi degan gap. Qur'oni Karim arablarga tushgan vaqtda arablarning madaniyati birlasha oladi. Shu men burun so'zlagan vaqtimda nima deganda bu din deganda bir rangsiz o'xshash bir narsa, suv o'xshash. Bu qandaq rangning qashig'i shuni qabul qildi. Masalan, qora istakan qussa qora ko'rindi suv. Qizil istakan qussak suv qizil ko'rindi, shundaqmi? Xuddi shunga o'xshash, masalan, Uyg'urlik kelgan vaqtda bu islom dini masalan 9-asrning oxirlarida Uyg'urlik qabul qilgan vaqtida islom dini nima bo'lgan desa, Uyg'urlikning madaniyati bilan tili bilan birlasha olgan. Tilini to'smagan u, to'smaydi zaten. O to'sishmi Alloh taolaning o'ziniki yaratish qonuniga xilof. Chunki o her kabile, her millet buluşunu Allah kıldı onu. O ayeti deydi o. Kur'an'ın özü deyilek. Onda koygan diken Kur'an-ı Kerim onu Allah Teala'nın bir kanuniyeti, ikinci bir kanuniyetini red kılmaydı, kollaydı. O millet buluşma mesela birisi Uygur, birisi özü Arap, biz Pakistanlık andak buluşunun sebebi ne dese ta'arifu deb Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de köztüklük. Ta'arifu degenin özü ne dese ta'arif ma'ariften çıkan kelime. Ma'arif degenin özü mesela biz Uygur olduk. Uygur olduk. Uygurlarda bir xil madaniyat var. Araplarda bir xil madaniyat var, shundaymi? Shunday. İki millet madaniyatini bir yerga kelgan vaqtda üçüncü bir madaniyat maydonga keldi. Yani bir güzellik maydonga chiqdi degan gap. Bunda ayrim millet bo'lishning sababi nima desa, millatlar o'zaro o'zidagi yaxshi narsani birlikka keltirish orqali texim yuksak bir narsani maydonga keltirish. Qandaqda o millat bir-birini o'ldirish, bunday maqsad emas bu yerda. Mesela Musa Aleyhisselam'a Yahudi milletinden ama onun tili bilen geldi. Şu da İbrani tilinden. Peygamber Aleyhisselam Arap. Bu Arapça bu qilishi o hech qanday bizga bir daxl tarz bo'lmaydi. Faqat bir qism odamlar Arapchani yaxshi o'qib, mana insonlar tushunigidek bo'lsa, u bo'ladi. Hamda Arapchaning o'zini Uyg'urcha nima tarjimasini yod edib, tarjimasi bilan o'zi Uyg'urcha bilan andaq Uyg'ur tarjimasini o'qib namoz o'qiymiz desa, u meningcha to'g'ri bo'lmaydi. Nima qilib degan vaqtda masalan Sur Fatihani misolga olsak, Sur Fatihaniki ash ma'nosi Uyg'urchasining o'zini Arapcha shu nimaga seplekan, shundaq o'rsak mayniga. Ash Sur Fatiha tamoman putib chiqalsa, vaqt 100 bo'lgan bo'ldi. Agar ashunday bir tal elib yoki bir narsa kam qilib qolsa,
Demek ki Sure Fatiha to'liq bo'lmagan bo'ldi vaqtida. Demek ki bizning o'qigan narsamiz o Qur'oni Karimda bir kamchilikni, ya'ni Qur'oni Karimni kam o'qiganligimizni isbotlaydi degan gap. Mesela bu din işleri idaresini çıkargan metinimizde ularda Rab degenini pervişkar deb bilirler. Başka tercümelerde var. Farklılık değil mi sen? Ma tercümede Sure Fatiha'nınki 5'e karab bakayım. Şey dedim ben. Enik nemi çıkıyordu? Yaxşılıkı çeksiz inamı köp Allah'ın ismiyle başlaymayın. Allah kamsal olsun. Allah alemlerinin Rabbidir de. Özünü mesela yaptı ki izah edip demiş. Endi bu aşındaq Rabbi degan sözniki o nadel yuqori bir endi jiq ma'noni o'z ichiga olgan bir kelima endi. Rabbi deganni biz hukumat maktabida o'qiyotgan vaqtida Marksizm, Leninizm falsafasini o'qiymiz-ku. Shu tadrij taraqqiyot nazariyasi va Darwinniki. Tadrij taraqqiyot nazariyasi asli shu arablarning Rabbi degan kelimadan chiqibdi. Bu yerdeki nesne modus pervişkar degan söz töven bir o'zi Allah Taola'niki sifatiga Allah Taola'nın zatı to'g'ri kelmaydigan bir so'zdek bir narsa bo'lib qoldi-da. Tadrijiy taraqqiyot qonunini yaratgan Allah Taolo bütün koinotni. Masalan, bittal o'zi bittal o'rikni misol olsak, o'rik daraxtini misol olsak, o'rikni shunday tashlagandan kichik maysup chiqib, u shu yo'g'on daraxt bo'ldi-ku. Demak, tadrijiy taraqqi qilib yo'g'onlikqa o'zgardi degan gap. Buna Darwin onu hata düşendir bu yerde. Maymun Adem gözürdü deyip andak bir türdeki hayvan, ikinci bir türdeki hayvan özgürüşke apaganda. Hata yeri o. İnsan özgürüşke. Maymunun insanga, kurt qo'ng'izning maymunga o'zgardigandek ashundaq bir narsaga nima qilgan. Ashundaq tadrij taraqqi qilish orqali bir tal qurt dunyoda paydo bo'lib, u million yil yashab aytaq odam bo'lgancha o'lib ketganda bu. Masalan, ashundaq o'zi nima qilgan. Bu Rabbi degan kelimaga to'g'ri kelmaydi. Rabbi degani butun narsada, masalan, biz onamizni qo'shiqqa paydo bo'lgan vaqtda kichik bir narsa edik. Tadrijiy taraqqi qilish orqali onamizni qo'shiq cho'ng bo'lib, undan keyin o'zi tug'ilib, undan cho'ng bo'lib holatga keldik. Buni ko'rsatadi u Rabbi degani. Butun olamlarga tadrijiy taraqqi qilish qonunni, butun olamlarni tadrijiy taraqqi qilish qonunini yaratgan Allohga hamda xos degan gap bo'ldi. Şu nemenin özümü yer şarım meselen. Bunu şu kainatını, planetini tədqiq qılayotgan adam yaxşı bildi. Bu yer şarımı meselen Qur'oni Kerimde "Fepetaqnahuma" deganni partlash degan ma'nodani qildi. Yer şarı öz vaqtida bir gaz holati, bütün kainat hamısı gaz holati bo'lib, u bir cho'ng bir partlash bilan planetlar paydo bo'lgan. Allah Taala şundaq paydo qilganda buni, shu tadrij taraqqi. Ham yer sharim shu vaqtda nima desa, shu ushshaq zarrachilar birga kelish orqali bu koinot yer shari paydo bo'lgan degan bo'ldi endi. Shu orliq nima bo'ldi? Tadrij taraqqiyot bosqichi bo'ldi degan bo'ldi. Uni u anda xalqi pervishkar deganning o'zi bu dehqon degan gapda bo'ldi endi. Biz shu bog'van degandan, bog'van dehqon deganda bir gap bo'ldi endi. Uning ustiga umi bir pervish degan bu farscha kelimi. Biz zodi pervish deganda bizni ishiltdi. Ammo shu dal-daraxtni pervish qildik, ziroatni pervish qildik bir dehqon ham odaticha. Shunchalik bir ma'no ifodalaydi. Tarbiyachi, tarbiya bilan Rab ikkisi birga asta o'zi cho'ng qilish ma'nosiga keldi bu-chi aslida. Mesela Türklerde go'shtni tarbiya etdik debchi, go'shtni nima qilib pastırma yoki bir narsa yasaydigan ish bo'lgancha go'shtni ishlaydigancha. Ashuna nima qilib tarbiya qilib deb deymish endi shu. Bu shu Rabbining o'zi mana ashaning o'zida olamlar deganda butun koinotni deyapti Alloh taolo. Butun koinotni yaratgan vaqtda tadrij taraqqiyot qonuni bilan yaratgan. Shu dunyoda hamma narsa kichikdan cho'nglikqa taraqqi qilish orqali dunyoga keldi degan gap. Undan keyin masalan 6 kun yaratdim deydi masalan. Shundaymi? Shuning hammasi nima 6 kunning ichida degan tadrij taraqqiyot degan narsa bor degan gap. Vaqt bor ayda. Vaqt bor degan gap ayda. Bir vaqt. Vaqt deganda shu narsa yetilish jarayoni degan gap hamda. To'g'ri. Uning uchun bu Qur'onning ashundaq bir qism yerlarga shu dinni tushundigan nurg'un o'zi shu fanniy olimlarning tushundigan nima materiallari bor. Biz qog'liqda o'qiyotgan vaqtida
Ruhi Dinil İslam degan kitapni o'qiydik, masalan. Biz Uyg'ur tercümesini o'qigan. Ruhi Dinil İslamning o'zida Sihatul Abdan degan o'zi boblarda, masalan, o'sha nima falakiyat qismlarida Sihatul Abdan deganda hamda o'sha insonning vujudini tadqiq qilgan qismi hamda. Masalan, hujayralarning qanday o'zgarish sohalari hamma narsaning o'zini shu hatto ko'zdagi o 80-nechinchi yil bo'layotgan gap hamda. Ondan keyin o Maqsum hojimniki shu nimalarda masalan bizniki asosan menikidan botdi, meniki Abdumejid deb do'stim botdi shu vaqtda. Shu hammasi ham 10 sinf bitirgan bolalar 6 sinfdan 10 sinfga araliq 10 sinfgacha araliqda o'qigan tabiiy fan nimalarimiz, materiallar, kitoblarimiz hammasi botdi. Matematika, fizik, ximiya, astronomiya degandek narsa hammasi botdi-ku. Nima qilasiz Qur'oni Karimdagi shu sohadagi bir oyatni tushunishga to'g'ri kelsa, Qur'oni Karim tafsiloti yo'q-ku. Biz aniq qilib qolgandan keyin nima oy tutildi masalan, nima kun tutildi masalan. To'g'ri. Bundaq narsalarni shu astronom nimasi kirgandek yillar shu yerda shundoq aniq tushuntirdi-ku. Uyg'urcha tushuntirdi unisiga. Ondan keyin biz uningdagi o'zi va hasafal qamar masalan, undaq oyatni tushunish kelib qolsa, darholdagi shuni ochgandan keyin mandaqqa deb aniq tushunib olamiz-da. To'g'ri. Onun uchun o dinda o'qiganlarmi kichik vaqtdalar. Masalan, hech qanday fanni o'qishni o'qimaylar, berib dinga kirib olganlar jiqchi. U dinga kirib olganlar Qur'onni faqat shunday tarjima qilishni biladi, ammo zamondagi narsalarni hazm qila olmaydi. Taraqqiyot qilmasdi ishonmagan. Anki ularniki kallasida, ya'ni hozirgi zamonga tilimi masalan shu, normal bir til emas. Dini tillamılık, medrese tili. Medrese tili bilan qildi. Paspat tahqiq, ham chunoniki, chijoyinki degan gapni hozir tashlamagan bolalarni ko'ramiz biz. Uni jamoatning orasida so'zlasa hech qanday odam biri tushunmaydi endi mana shu vaqtda. Chunki hozirgi Uyg'urcha uni nima deydi, masalan, uni nima qilmaydi-da. Ham ustozlar ashtaq o'rgatishlik, chunki ustozlar shunday madrasada o'qigandan keyin. Ham bizniki o Maqsum hoji, masalan, Kuchat Hamid Mavli deymiz, shunday bir adabiy tilga tarjima qildi-ku bu odamlar. Moshnoda shu Qur'onning matnisini tarjima qilishni azroq o'rgangandan keyin hamda buniki adabiy til chuqur bo'lish kerak-da, adabiy tarjima qilish usuli-chu. To'g'ri. Shundoq. Allah razı olsun. Vaqtimiz az qoldi. Nima yeni bir oyat vardı, hozir men bir yerdan topolmay qoldim. Shu biz tog'larni, osmonni, zaminni, tog'larni ularni bizning bir oyatimiz. İnsanların biz şu bayağı dediler o mesela her xil tilde qilishimizmi? Yani o bir ayet bir-biri bilan nima qilsin, yaxshi o'tsin, tamam, tushunsin deb shunda deb Allah benim ayetim degilgandi shu. Yani bizniki bir Uyg'ur bo'lib qilishimiz, Uyg'ur bo'lib tug'ilishimiz bizning ilkimiz gibi ish emas. Bunun bir Allah'ın ayeti olğaşqa, şudan ya. O tilni Allah yaratıp bergechga bizga-chu. Anda olgandan keyin biz Uyg'ur tiliga e'tibor berib, onu iman bilan dushmanlashtirib qo'ymay, shundan ya. Elbette. Biz onu yaxshi o'qib, qilsak hatta balkim shu Muhammad Salih Damallamninki Uyg'urcha tarjimasidagi boshqa tarjimani o'qibmi, aşağıdan bir bilmeydiğin Uygurca kelime çıkışı mümkün. Şundan mı ya? Elbette. Onu bir nima qilish kerak, o'rganish kerak. Onun üstüne bir til degandagi grammatikasi bo'ladi. Sizlar arab tili bilan gaplashgan odam biladi shu. Shunga bu jihatda xalqimiz Uyg'ur tilini o'rganish va islom dinimizni o'rganish uchun men aldi bilan Qur'oni Karimni o'qib, o'zimizning tilida shu jihatda kuchaysak, hem o'zimizning millatini saqlab qolish, shundanmi ya? Allohning oyatini qo'g'dash, nimasiga to'yib qo'shgan bo'lamiz deb o'ylayman. Rahmet, Allah razı olsun. Aslan köp rahmet. Kaderlik Fitrat TV'nin görürmenleri bugünkü Kur'an nuru astıda erken sohbetler programımız Mişa'da ayaklaştı. Yeni bir sanda görüşküsü amal buğla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.